Agar siz har oy mobil aloqa uchun 20 ming, 40 ming, 20 ming so'm to'layotgan bo'lsangiz, lekin oy oxirida baribir internet yetmay qolsa, daqiqalar ishlatilmay qolsa yoki hisobingizdan tushunarsiz pul yechilsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odam tarifni o'ngli tanlamaydi. Operator nima tavsiya qilsa shuni ulaydi. Keyin esa oyma-oy ortiqcha pul to'lab yuradi. Men bugun sizga O'zbekistonda mobil aloqa uchun qanday kamroq to'lash mumkinligini, qaysi tariflar kimga mos kelishini, nimalarga aldanmaslik kerakligini va operator tanlashda qanday hisob-kitob qilish kerakligini ekspert sifatida oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot har bir telefondan foydalanuvchiga tegishli. Talaba, ota-ona, tadbirkor, haydovchi, ofis xodimi hamma uchun. Avvallari mobil aloqa oddiyroq edi. Odamlar ko'proq qo'ng'iroq qilardi, SMS yozardi. Internet esa kam ishlatilardi. Shuning uchun tarif tanlashda asosiy savol necha daqiqa beradi degan savol edi. Masalan, ota-onalar qarindoshlarga qo'ng'iroq qilish uchun daqiqasi arzon tarif izlashardi. Talabalar esa kichik internet paketi olib, asosan Wi-Fi bor joyda ishlatardi. Hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Bugun telefon aloqa vositasi emas, hayot markaziga aylandi. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, karta ilovalari, taksi, bank, ish chatlari, onlayn darslar, video qo'ng'iroqlar, navigatsiya, elektron hukumat xizmatlari, hatto do'konlardagi to'lovlar ham telefonga bog'liq. Shu sababli odamlar endi daqiqaga emas, asosan internetga pul to'layapti. Ammo muammo shundaki, ko'pchilik o'ziga kerak bo'lgan internet hajmini aniq bilmaydi. Masalan, bir kishi menga 30 giga kerak deb o'ylaydi, lekin realda o'yiga 9-10 giga ishlatadi. Yana biri menga arzon tarif yetadi deb 10 giga oladi. Lekin YouTube ko'p ko'rgani uchun 10 kun ichida paketi tugaydi va keyin qo'shimcha paket sotib olib umumiy hisobda qimmatroq to'laydi. Demak, eng arzon tarif har doim ham eng tejamkor tarif emas. Eng yaxshi tarif bu sizning real ishlatishingizga mos keladigan tarif. O'zbekistonda asosiy operatorlar Belin, Ujel, Mobius, Ustelecom va Humans kabi kompaniyalar hisoblanadi. Har birida har xil tariflar bor. Ba'zilarida internet ko'proq, ba'zilarida tarmoq ichida qo'ng'iroqlar qulayroq, ba'zilarida ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida limit yoki cheksiz xizmatlar bo'ladi. Lekin tarif nomlari, narxlari va shartlari tez-tez o'zgarib turadi. Shuning uchun men bugun sizga faqat bitta tarif nomini yodlab oling demayman. Men sizga tarifni qanday tanlashni o'rgataman. Shunda operator yangi tarif chiqarsa ham, reklama qilsa ham siz hisob-kitob qilib foydalisini tanlay olasiz. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kimga esa katta tarif shart emas. Birinchi va eng muhim qoida, tarif tanlashdan oldin o'zingizning real iste'molingizni tekshiring. Ko'pchilik bu ishni qilmaydi. Telefon sozlamalarida mobile data usage yoki data usage degan bo'lim bor. Android telefonlarda sozlamalarga kirib, tarmoq va internet sim karta ma'lumotlardan foydalanish degan joylarni ko'rasiz. iPhone'da esa settings. Sellular bo'limida qaysi ilova qancha internet ishlatayotgani ko'rinadi. Operator ilovasida ham odatda oy davomida qancha internet, qancha daqiqa, qancha SMS ishlatilgani ko'rsatiladi. Men odatda odamlarga shunday maslahat beraman. Oxirgi 2-3 oy bo'yicha o'rtacha iste'molni ko'ring. Faqat bir oyga qarab xulosa qilmang. Chunki bir oy safarga chiqqan bo'lishingiz mumkin, boshqa oy uyda Wi-Fi ko'p ishlatgan bo'lishingiz mumkin. O'rtacha raqam sizga aniqroq manzara beradi. Birinchi misol talaba. Talaba ko'pincha Telegram, Instagram, TikTok ishlatadi. Dars materiallarini yuklab oladi, ba'zan YouTube ko'radi. Agar yotoqxonada yoki universitetda Wi-Fi yaxshi bo'lsa, unga 15-25 giga atrofidagi tarif yetishi mumkin. Lekin agar Wi-Fi yomon bo'lsa va u har kuni mobil internet orqali video ko'rsa, 30 giga kerak bo'ladi. Bu yerda xatolik shuki, talaba eng arzon tarifni tanlab, keyin har hafta qo'shimcha internet paket oladi. Masalan, oylik tarif 35 ming so'm, lekin internet 8 giga. Oy o'rtasida 15 minglik paket, keyin yana 15 minglik paket oladi. Natijada 65 ming so'm to'laydi. Balki boshidan 55-60 ming so'mlik kattaroq paket olganda ham arzonroq, ham tinchroq bo'lardi. Ikkinchi misol, ota-onalar yoki yosh kattalar. Ular ko'pincha ko'p internet ishlatmaydi, lekin Telegramda yozishadi, surat ko'rishadi. Qarindoshlarga qo'ng'iroq qilishadi. Ba'zan YouTube'da yangilik yoki diniy ma'ruza ko'rishadi. Bunday odamga katta akkumulyativ giga tarif ko'pincha kerak emas. Ularga 5-15 giga internet. Yetarli daqiqa va operator ichida qulay qo'ng'iroqlar bo'lsa bas. Agar ularning telefoni doim
uy Wi-Fi'ga ulangan bo'lsa, yanada kichikroq tarif yetadi. Bu toifadagi odamlar uchun asosiy xavf qo'shimcha pullik xizmatlar, musiqa, gudoq, obuna, keraksiz kontent xizmatlari, chunki ular hisobdan pul yechilayotganini kech sezadi. Uchinchi misol, taksi haydovchisi, kuryer yoki doim yo'lda yuradigan odam. Bunday foydalanuvchi uchun tarifdan ham muhim narsa qamrov va barqaror internet. Navigatsiya taksi ilovasi, Telegram, mijoz bilan qo'ng'iroq, karta va lokatsiya xizmatlari doim ishlaydi. Internet hajmi juda katta bo'lishi shart emas. Chunki navigatsiya o'zi juda ko'p GB yemaydi. Lekin internet uzilib qolsa, buyurtma yo'qolishi yoki mijoz bilan aloqa uzilishi mumkin. Shuning uchun bunday odam faqat arzonligiga qarab operator tanlamasligi kerak. U yashaydigan va ishlaydigan hududda qaysi operator yaxshi ushlashni sinab ko'rishi kerak. Ba'zan 100 ming so'm arzon tarif sizga bir oyda 200 ming so'mlik yo'qotish olib kelishi mumkin, chunki buyurtmalar o'tmay qoladi. 4-misol, kontent ko'radigan, YouTube, TikTok va Instagramda ko'p vaqt o'tkazadigan foydalanuvchi mana shu toifa eng ko'p pul yo'qotadi. Chunki video eng ko'p internet yeydi. Oddiy hisob. YouTube'da 720p sifatli bir soat video taxminan 1 giga atrofida ketishi mumkin. 1080p bo'lsa undan ham ko'p. TikTok va Reels ham juda tez internet sarflaydi. Chunki videolar avtomatik yuklanadi. Agar siz har kuni 2 soat video ko'rsangiz, oyga 60 giga va undan ko'p internet ketishi tabiiy. Sizga 25 giga tarif hech qachon yetmaydi. Yoki video sifatini pasaytirishingiz kerak, yoki katta internetga tarif olishingiz kerak. 5-misol, 2 sim karta ishlatadigan odam. Bu juda foydali strategiya bo'lishi mumkin. Masalan, bir sim karta asosiy raqam, bank, ish qarindoshlar, Telegram qo'ng'iroqlar uchun. Ikkinchi sim karta esa faqat internet uchun. Agar bir operator sizning uyingizda yaxshi ushlasa, boshqasi ish joyingizda yaxshi ushlasa, 2 sim orqali xarajatni kamaytirish va aloqa sifatini oshirish mumkin. Lekin bu strategiyada bir xatolik bor. Ikki tomondan ham abonent to'lovi chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi sim uchun abonent to'lovi yo'q yoki juda arzon, internet paketi qulay bo'lgan variant tanlash kerak. Endi eng yaxshi tarif degan savolga kelamiz. Men buni 3 guruhga bo'laman. Kam foydalanuvchilar uchun eng yaxshi tarif oyiga 5 gigabayt internet, bir oz daqiqa, past abonent to'lovi. Bu guruhga yoshi kattalar, uyda Wi-Fi ishlatadiganlar, telefonni asosan qo'ng'iroq va messenjer uchun ishlatiganlar kiradi. Bu yerda eng muhim narsa oy oxirida ishlatilmay qoladigan katta paket uchun pul to'lamaslik. O'rtacha foydalanuvchilar uchun eng yaxshi tarif oyiga 26 giga internet, yetarli daqiqa. Telegram va ijtimoiy tarmoqlar uchun qulay shartlar. Bu ko'pchilik uchun optimal guruh. Ishga borib kelishda video ko'radigan, kun davomida Telegram, Instagram, brauzer, bank ilovalaridan foydalanadigan odamga aynan shu diapazon mos tushadi. Og'ir foydalanuvchilar uchun eng yaxshi tarif 6 gigabayt va undan yuqori internet video ko'rish, hotspot ulash, notebookka internet tarqatish. Onlayn dars yoki ish uchun. Bu tariflar qimmatroq ko'rinadi, lekin agar siz har hafta qo'shimcha paket sotib olayotgan bo'lsangiz, katta tarif aslida arzonroq chiqishi mumkin. Birinchi nozik jihat, cheksiz so'zga ehtiyot bo'ling. Ko'p reklamalarda cheksiz internet, cheksiz ijtimoiy tarmoq, cheksiz messenjer deyiladi. Lekin shartlarni o'qisangiz, tezlik cheklanishi, faqat ma'lum ilovalarga amal qilishi, VPN yoqilganda hisoblanmasligi, video yoki fayl yuklashga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, Telegram cheksiz bo'lishi mumkin, lekin Telegram ichidagi video, fayl yoki tashqi link orqali ochilgan sayt umumiy internet paketidan ketishi mumkin. Shuning uchun cheksiz degan so'zni ko'rsangiz, darhol tarif shartlarining kichik yozuvlarini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat, abonent to'lovi qachon yechiladi? Ba'zi tariflarda to'lov har 30 kunda yechiladi. Ba'zilarda kalendar oy bo'yicha, ba'zilarda hisobda yetarli pul bo'lmasa xizmatlar to'liq berilmaydi va keyin kunlik yechim boshlanadi. Mana shu joyda odamlar ko'p pul yo'qotadi. Masalan, siz hisobni vaqtida to'ldirmadingiz, abonent to'lovi yechilmadi, lekin internetdan foydalandingiz. Natijada internet standart narxida ketib, balans tez tugaydi. Shuning uchun tarif yangilanish sanasini bilish juda muhim. 3-nozik jihat. Tarmoq ichida va boshqa operatorlarga qo'ng'iroqlar. Ba'zi tariflarda o'z tarmog'i ichida daqiqalar juda ko'p yoki cheksiz, lekin boshqa operatorlarga kamroq. Agar sizning oilangiz hammasi bir operator bo'lsa, bu foydali. Lekin ish yuzasidan turli operatorlarga ko'p qo'ng'iroq qilsangiz, boshqa operatorlarga daqiqa yetarli bo'lgan tarif kerak. Aks holda siz daqiqalarim bor edi-ku deb o'ylaysiz.
lekin ular faqat tarmoq ichida bo'lib chiqadi. 4-chi nozik jihat, hudud bo'yicha sifat. Toshkent markazida yaxshi ishlaydigan operator qishloqda yoki tuman markazida yomon ishlashi mumkin. Aksincha, ayrim operatorlar viloyatlarda yaxshi qamrovga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshi operator qaysi degan savolga umumiy javob yo'q. Eng yaxshi operator bu sizning uyingizda, ish joyingizda, yo'lingizda va ko'p boradigan joylaringizda yaxshi ishlaydigan operator. Men doim shuni aytaman. Tarif arzon bo'lishi mumkin, lekin internet ushlamasa, uning foydasi yo'q. 5-chi nozik jihat, qo'shimcha xizmatlar. Gudoq musiqa, obuna, o'yin, yangilik, kontent xizmatlari, pullik SMS obunalar, bular sekin-sekin pul yeydi. Odam har kuni 500 so'm yoki 1000 so'm yechilayotganini sezmaydi, lekin oy oxirida 1000 so'm bo'ladi. Ayniqsa bolalar telefonida bu ko'p uchraydi. Tasodifan banner bosadi, SMS tasdiqlaydi, xizmat ulanib qoladi. Operator ilovasiga kirib, ulangan xizmatlar, obunalar, pullik xizmatlar bo'limini tekshirish kerak. 6-chi nozik jihat, internetni ilovalar bo'yicha nazorat qilish. Ba'zan tarif aybdor emas, telefonning o'zi internetni yeb qo'yadi. Masalan, Google Photos yoki iCloud suratlarini mobil internet orqali zaxiralaydi. Telegram avtomatik video va fayllarni yuklaydi. Instagram videolarini oldindan yuklaydi. Telefon tizim yangilanishi mobil internet orqali ketadi. Natijada siz internet qayerga ketganini tushunmay qolasiz. Men tavsiya qilaman. Telegramda auto download sozlamalarni o'chirib qo'ying. Instagram va TikTokda data saver rejimini yo'qing. YouTube'da video sifatini avtomatik emas, 480p yoki 720p qilib qo'ying. Bulut zaxiralashni faqat Wi-Fi da ishlaydigan qiling. 7-chi nozik jihat, roaming. Agar siz chet elga chiqsangiz, oddiy tarifdagi internet chet elda ishlatilsa juda qimmatga tushishi mumkin. Safarga chiqishdan oldin roaming paketlarini tekshiring yoki mahalliy SIM esim variantini ko'rib chiqing. Ko'pchilik aeroportga tushishi bilan telefonni yo'qadi, mobil internet avtomatik ulanadi, bir necha daqiqada balans ketadi. Shuning uchun chet elga chiqishda data roamingni o'chirib qo'yish shart. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, bugun operator ilovasini oching. Agar ilova o'rnatilmagan bo'lsa, Play Market yoki App Store'dan rasmiy ilovani yuklab oling. Belini, Ucell, Mobius, Ustelejom yoki Humas bo'lishidan qat'iy nazar, rasmiy ilova orqali balans, tarif, paket qoldig'i, ulangan xizmatlar va xarajatlar tarixini ko'rish mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi oyda qancha internet ishlatganingizni yozib oling. Faqat tarifdagi umumiy internet emas, real sarfga qarang. Agar telefon sozlamalarida ko'rsatilsa, qaysi ilovalar eng ko'p internet ishlatganini ham yozing. Masalan, YouTube 10.2 GB, Instagram 9 GB, Telegram 6 GB, brauzer 2 GB. Shunda siz muammo qayerda ekanini ko'rasiz. 3-qadam, daqiqalarni tekshiring. Sizga haqiqatan ham 1000 daqiqa kerakmi yoki 100 daqiqa ham yetadimi? Ko'pchilik bugun Telegram qo'ng'iroq, WhatsApp qo'ng'iroq ishlatadi. Oddiy mobil daqiqalar esa deyarli sarflanmaydi. Agar tarifingizda daqiqalar ko'p, internet kam bo'lsa, ehtimol u sizga mos emas. 4-qadam, ulangan pullik xizmatlarni o'chiring. Ilovada topa olmasangiz, operatorning call markaziga qo'ng'iroq qiling yoki rasmiy ofisiga boring. Shaxsni tasdiqlash uchun pasport yoki ID karta kerak bo'lishi mumkin. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, xizmatlarni boshqarishda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqam kimning nomida ekanini ham tekshirib qo'ying. 5-qadam, operatorlar saytida tariflarni solishtiring. Bunda faqat oylik narxga qaramang. 3ta ko'rsatkichni yozing. Narx, internet hajmi, boshqa operatorlarga daqiqalar. Keyin 1 giga narxini taxminan hisoblang. Masalan, tarif 60.000 so'm va 3 giga bersa, 2 giga taxminan 2000 so'mga tushadi. Tarif 1000 so'm, 60 giga bersa, giga taxminan 1330 so'mga tushadi. Lekin agar siz oyiga 25 ga ishlatsangiz, 6 giga olish shart emas. Demak, faqat 1 giga arzonligiga ham aldanmang. Ishlatilmay qoladigan internet ham pul. 6-qadam, yashash va ishlash joyingizda signalni sinang. Agar operator almashtirmoqchi bo'lsangiz, darhol asosiy raqamni ko'chirmang. Avval arzonroq sim olib, bir hafta sinab ko'ring. Uyda, ishda, liftda, yo'lda, bozorda, bolangiz maktabi atrofida internet qanday ishlashini ko'ring. Speed test natijasi ham foydali, lekin faqat tezlik emas, barqarorlik muhim. Ba'zan tezlik yuqori, lekin aloqa tez-tez uziladi. 7-qadam, agar raqamingizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, raqamni boshqa operatorga ko'chirish imkoniyatini tekshiring. Buning uchun odatda raqam sizning nomingizda bo'lishi.
qarzdorlik bo'lmasligi, pasport yoki ID karta bo'lishi kerak. Operator ofisiga borib ariza beriladi. Lekin ko'chirishdan oldin bank kartalari, Telegram, davlat xizmatlari va ish tizimlarida shu raqam ishlatilayotganini yodda tuting. Raqam saqlansa ham jarayon vaqtida qisqa uzilish bo'lishi mumkin. 8-qadam, oilaviy yondashuvni ko'rib chiqing. Agar uyda ko'p 5 kishi bir xil operator ishlatsa, oilaviy yoki guruhli takliflar, tarmoq ichidagi cheksiz qo'ng'iroqlar, umumiy internet paketlari foydali bo'lishi mumkin. Lekin har bir odamning ehtiyoji boshqacha. Bolaga katta internet berib qo'ysangiz, u tezda video bilan tugatishi mumkin. Ota-onaga esa kichik paket yetadi. Shuning uchun hammani bitta katta tarifga o'tkazish har doim ham to'g'ri emas. 9-qadam, har 3 oyda tarifni qayta tekshiring. Bozor o'zgaradi, operatorlar yangi aksiyalar chiqaradi. Eski tariflar yopiladi, shartlar yangilanadi. Siz bir marta to'g'ri tarif tanlab 3 yil unutib yuborsangiz, ortiqcha pul to'lab yurishingiz mumkin. Men o'zim ham aloqa xarajatlarini muntazam tekshiraman. Chunki kichik o'zgarishlar yil oxirida katta pulga aylanadi. Masalan, oyiga 20 ming so'm tejalsa, bir yilda 20 ming so'm bo'ladi. Oilada 4 ta raqam bo'lsa, bu deyarli 1 million so'mga yaqin tejam. Men sizga oddiy formula beraman. Agar siz oyiga 10 gigadan kam internet ishlatsangiz, eng arzon va keraksiz daqiqalarsiz tariflarni ko'ring. Agar 10-30 giga ishlatsangiz, o'rtacha tariflar siz uchun eng foydali bo'ladi. Agar 30 giga ishlatsangiz, katta internetli tariflarni qidiring va qo'shimcha paket olmang. Agar 6 gigadan ko'p ishlatsangiz, video odatlaringizni ham, katta tariflarni ham birga ko'rib chiqing. Chunki ba'zan tarifni oshirishdan ko'ra YouTube sifatini manga Pektan Shippedan 720 ga tushirishning o'zi oyiga 20-70 giga tejaydi. Agar siz ko'p qo'ng'iroq qilsangiz, boshqa operatorlarga daqiqalar muhim. Agar deyarli qo'ng'iroq qilmasangiz, daqiqasi ko'p tarif siz uchun foydasiz. Agar sizda uyda va ishda Wi-Fi bo'lsa, mobil internetga katta pul sarflash shart emas. Agar Wi-Fi yo'q bo'lsa va telefoningiz asosiy internet manbai bo'lsa, arzon kichik tarif sizni baribir qutqarmaydi. Eng muhimi, reklamadagi eng zo'r, eng katta, cheksiz, super aksiya degan so'zlarga emas, o'z hisob kitobingizga ishoning. Operatorning vazifasi tarif sotish, sizning vazifangiz esa o'zingizga mosini tanlab, ortiqcha pul to'lamaslik. Mobil aloqa uchun kamroq to'lashning siri bitta. Avval real iste'molni bilish, keyin tarif tanlash. Avval tarif tanlab, keyin unga moslashishga harakat qilish noto'g'ri. Internetingiz qayerga ketayotganini tekshiring. Pullik xizmatlarni o'chiring. Daqiqalar sizga kerakmi yo'qmi aniqlang. Operator qamrovini sinang va tariflarni kamida 3 oyda bir marta solishtirib turing. O'zbekistonda eng yaxshi tarif hamma uchun bitta emas. Kimdir uchun eng arzon tarif yaxshi. Kimdir uchun katta internetli tarif foydali. Kimdir uchun esa eng muhim narsa barqaror signal. Siz hozir qaysi operatordan foydalanasiz, oyiga qancha to'laysiz va internet sizga yetadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham real tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki mobil aloqa uchun ortiqcha pul to'lashni to'xtatish har birimizning qo'limizda.